Ushbu diskleymerni hech kim o'qimaydi, hatto tushunmaydi ham. Lekin biz talabga rioya qilgan holda ushbu video faqat ko'ngil ochar maqsadlarga mo'ljallanib, biron kimni xafa qilish maqsadimiz yo'q. Ushbu videodagi barcha voqealar o'ylab topilgan, real voqealarga o'xshashlik tasodifiydir. Muallif tomonidan bildirilgan barcha fikrlar inson qadr-qimmatini kamsitishga qaratilmagan. Ha aytgancha, oilaviy ko'rish tavsiya etilmaydi. Nexoya, men garaj paxan, mana bu pomoshniga bo'lsa ishlaymiz. Rozimisiz? Ishlamoqchisan? Bundan oldingi faoliyatingda nima ish qilgansan, o'tirmizak. Kechqurunga nima planing bor? Kechga. Menga menda plan bor. O'zing haftingga qarab bomshga o'xshaysan, normal kiyinsang bo'lmasdimi? Qizlar bilan o'tirmas. Мальчики, а где вы работаете? Sashka, yur, bulbulchan sayratlik. Nima bo'lsa ham shu xotin bilmasin-da shu qizlar bilan o'tirgan. Seni xotining ikkinchi darajali. Pul qani? Bala. Pullarni ham qo'yib ketdi. Voy, yomma-yo, men ularni TikTok'chi desam, kriz ekan-ku. Ha, muncha xursandsan, Delavoy restoranda ovqatlanaymisan, ha? Ikkita sushi yeganimizga 100 ming pul berdik. Yaraga tushibpa. 400 ming zapchastka qoladi. Nima deymiz masterga? Ulug' master ham odam tushuntirsang tushunadi. Shu uchun hozboran haqiqatni aytamiz. Ulug' master deymiz, qizlar bizdan tushirdi, tushuning. Kut, bo'lay haqiqatni aytamiz. Sash, buni qarang. Biz zapchasga pul yetmayapti, yana yangi mashina eskalatorda kuyapti. Olib kelinglar. Men tushuntiram, o'zing tushuntirasanmi? Ashka, sen hech nimani tushuntirma, tushundingmi? Hozir kiramiz, 400 ming rubl qoldi deymiz, qizlar tushib ketdi deymiz, haqiqatni aytamiz. Haqiqatni aytamiz. Uning uchun meni bitta mush qo'ndir. Yo'q, juramsan. Erkak alaming borki, bitta mush tushir. Sashka, seni qo'ling ham bir irg'achilar qo'lda, Normal o'ralmaysan ham. Nima qilyapsan? Qissa o'tadi, ishing bo'lmasin, plan bor. Qanday? Yana planda. Normalmi? Normal. Ketdik, yur. Jigarchalarimiz, qadrdonlarimiz seriallarga yoqayaptimi? Hurmatli muxlislar, Sashka va Furik serialimizda 90% odam biz podpiska ko'ryapti. Annalarim, bizning mehnatimizni ozgina qadrlasangiz, podpiska, like tugmachasini bosib qo'ying. Agarda chorshanbagacha obunachilarimiz soni 80 mingta bo'lsa, haftasiga 2 ta seriya chiqaramiz. Endi sizlardan ketsa 5 sekund vaqt ketadi. Shunday tang'itib podpiska bosasizlar, tang'itib like bosasizlar, tamom. Я вас жду, подписка. Ulug' master, avariya bo'ldi, ulug' masterjon. Avariya bo'ldi. Ha, nima bo'ldi bolalar? Tinchlikmi? Ulug' master, haydisangiz kecha zapchasga ketayotgandik Sashka bilan. Borib qoldik manzilga. Orqadan ikkita zabartasi yigit pang qo'ndirdi. Shunday qaradim. Ollaga ko'zimdan ham urdi-da, ulug' master ko'zni qarang. Bilmayman, bosh satrasini oldimi? Pullarni olib qo'ydi. Yaxshi ham mana Sashkaga 200 ming rubl berib qo'ydim, ulug' master. Qissa o'tar 200 ming rublni. Voy, ko'zim ulug' master. Ha, eslab qolmadilaring shular kimligini, bor xalqlar militsiyalar bor, shuncha militsiya orqali hal qilsa bo'ladi. Bilmaysizlarmi kimligini? Ulug' master, deysiz-ki, понятkamisiz? Bir yosh bolalarday fikrlamang, urdi, qoqdi, pulni oldi, ketdi. Tushunmadi. Voy, ko'zim ulug' master. Ha, o'ylama. Ha, qolgan o'sha pulga zapchas olib kelinglar, ish to'xtab qolmasin hech bo'lmasa. Ulug' masterjon. Nima bo'lsang, jo'rjon. Chim. Satrasini opam demadim. Ulug' master. Qisma, ulug' master. O'zingni bos. Oyoqda trishinasi bir uni og'riyapti. Bosham satrasini olganmi deyman, bormayman ulug' master. To'g'risi. Nima uchun bormaysan? Hech ish qayerga to'xtab bormayman. qolmaslik kerak. Men mayli, dadko'ylar mashinasini qo'yinglarda tez borib olib kel. Agar mashinaga bir nima bo'lsa, uchimiz ham kalamiz ketadi bo'ladi. Tushunlarmi? Qani. Tamam, ulug' master. Tezda faqat tez borib qaytinglar. Hop. Bitta g'altak shugliga shuncha qo'yapmanmi? Ko'rikchi.
kaltakmi deyman-da. Galenwagen. Galikwagen? Sashka men davay. Ya, Galenwagen. AMG 505 mod. So'tir osilma. Qara, kattalar mashinada vlajni bo'ladi, oda. Mana ol. Uni qaralar artib tashay. Bu joyga borsak yana. Lekin sen ham xitrsan-da. So'tir. Ulg'masdan qo'rqib ketding-da. Men bu bo'yni qo'rqaman. Lekin dadkolam yashashni biladi, qara. Mayli, ketdikmi? Da, yo'q. Davay. Motorda qara. Sherday. Erga uraman, qara, erga. Davay Furijon, tez borib kelamiz-ki, ulug'masdan bu xatni so'raymiz. Nihoya, Sashka, birinchi dam olamiz, keyin ishni qilamiz. Tushundingmi? Qayerga boramiz? Bilyardga boramiz. Böyle teshvorasa hozir bu yil fut ketar edim, menga bilet вообще yoqmaydi. Kim bo'lib dadkolga o'xshaydi. Yur, zapchastlarni olib kelaylik. Zaybat qilding, dadkor deb. Bir partiya o'ynayib ketamiz. Bilyardxonada normal o'ynayganlar bormi? Assalomu alaykum bro. Assalomu alaykum. Ko'ryapman yaxshi o'ynar ekansiz. 1-2 partasiya olmaymizmi? Menga qarang, avvalo tanish olaysiz. Ismingizmi? Iskandar Makedonskiy. Menga qarang, Makedonskiy. Men o'ynasam normal narsaga o'ynayman. Jilene bo'lsa, qimmatbaho sovg'aga ketdik. Qiziqarli taklif. Mana Galikwagen AMG 5x5. Boshlab. Yo'q, hozir dadkol mashina yutqazmoqchimisan? Menga qara, men umrimda yutqazmaganman. Meni qishloqdagilar bilasanmi? Furik Svoyak degan. Tushundingmi? Sen tomosha qilib o'tir. Agar yutqazsang, dadkol bizni ikkovimizni o'ldirib yuboradi. Tomosha qilib o'tir mana yoqda. Nima qilganda janob? O'yinni boshlaymizmi? Marhamat, пожалуйста. Men senga aytdim, shu bormaylik shu bilarga, ketaylik uyga kichkina. Dadkolni mashina ham qoqdik. Nima javob beramiz dadkolga? Nima emish? Men Furik kim? Men Furik Svoyak, men tirriqsan. Yo, Sashka. Bunday o'ylab ko'rdim. Men normalni o'ynaydim-da qishloqda. Furik Svoyak degan laqabim bor edi. Sash nima kiydi? Qiyshiq. Svarka qilganmi? Yo, bilyard toshlari qiyshiqmi? Yo, normalni o'ynaydim-ku, Sash. Ustroq kutgan u arpa bahona. Nima qilamiz endi? Sash? Telefoningni berdi. Nima qilasam? Kenga telefon qilasam, ma. Hozir 1 minut. Sash, ma telefoning. Shu hozir gaplashishga vaqtmi? Kimga telefon qilding hozir? Sashka, ko'p bidirlama, ko'p bidirlaverib qilding odamni. Men nima qilganimni o'zim bilaman. Tushundingmi? Qissa o'tir. Tushundingmi? Bilaman, mana qilib qo'yding hozir. Ye, Qodirali keldi. Qodirali nima chaqirding? Ishing bo'lmasin, tushundingmi? Ishim bor Qodiraliga. Ay, birdaman boshlanmasang bo'ldi-da. Qodiralijon, ukajonim, chiqqani, tush. Yaxshimisan, zo'rmisan? Seni sog'inib ketdim-ku, Qodirali. Ishlaring zo'rmi? Yaxshi ishlab yuribsanmi? Qodiralijon, 5 minutga mashining kalitini berib tur, iltimos. Dav. Mana aka kaltni nima qilasiz? Qodirali, ko'p savol berma menga. 5 minutda qaytaman. Mana yerda o'tirda, eshikni yoy, mashinani qulflada, jimgina g'unchaday qilib o'tir. Tushundingmi? Sashkajon,
Men любой tinglamangda javobini topganman. Mana qara, sinus ko'paytirilgan 2x ning p2 taqsim 3 kvadrati necha bo'ladi? Men qaydan bilaman? Ko'ryapsanmi? Men bilmaysan. Men javobini bilaman. Menga qara, Gnida. Sen hozir bitta moshina yutqazgan yetmaydimi senga? Buni mashinadan yutqazmoqchimisan? Uni oilasi bor, bola chaqasi bor, qanday boqadi? Sashka, yana bir marta qaytaraman. Ko'p valdir-chaldir qilyapsan, aytib qo'yay. Men umuman yutqazmaganman. Men uni taktikasini o'rganib oldim. Hozir borib revanch qilamiz. Tushundingmi? Arqamdan yur. Ko'ramiz. Yur qani, turib. Menga qara, u Makedonskiy revanch. Men revanchga Mercedes-Benz 5 klass mashina qo'yaman. Hozir jiddiy o'yin bo'ladi. Jiddiy o'yinchilar kelgan. Shunday bir partiya o'ynab olaylik. Пожалуйста. Qaydan achinayim? Xullas, agarda qaroringiz qat'iy bo'lsa, qonunda boshlang. Mayli. Boshla tezroq. Motor boshladik. Menga qara, chichiqoq o'ynamasang o'ynama. Sashka, menga qara, bu yoqqa yaqinroq kel. Plan bor. Miday bor. Yutqizib qo'ysam, yutqazmayman. Planni tuzib bo'lganman. Yutqizib qolsam, fas deyman, kulishlar olasan, ketasan. Tushundingmi? Men seni kuchiraman. Hay, deyman qochasan. Tushunding? Umoq qilaman. Deyman qochasan. Mani galim bunda. Boshladik. Sashka, ko'rdingmi? Men buni taktikasini o'rganib oldim. Endi dalbit bo'ladi. Tushundingmi? O'zi bitta cho'rding. Qissa o'tar, kuzatib tur. Davay, davay. Qara, kimmo izdevаться qilyapti? Nima aytayapman? Men ko'rsataman hozir. Sashka, fas! Akalar, Sashka juramni urmanglar, iltimos. Sash, qo'y. Yo'q, Sashka juramni urmanglar, iltimos. Sashka. Sashka. Sash. Nima bo'lyapti senga, ey? Sashka, yaxshimisan? Ahvollaring yaxshimi, Jo'rajon? Tinchlikmi? Shunaqa vahshiy tush ko'rdim. Tushimda aytib bera olmayman, Sashka. Hali yotibsizlarmi? 3 soat bo'ldi, 3 soat. O'sha qolib ketgan pulga zapchas olib kelinglar borib. Yo'q, ulug' master, men hech qayerga bormayman, oyog'imni o'rayapman. Uzoq. Nimaga borman? Datko'larni boshlash oylarda. Yo'q, datkolingizda mashina kerak emas, hech qayerga bormayman men. Qanday mashina kerak emas? Shunday qizib borib kelamiz, keyin dam olamiz, bilyardga boramiz. Nima? Bilyard? Pashol qo'y seni bilyarding. Men undan ko'ra ish qilaman, tushundingmi?